Assalomu alaykum. Mana hozir biz Masjidi Haramga qarab namoz o'qiyapmiz. Juma kuni Makkada. Barcha farzandlarimga, kelinlarim, nevaralarimga, akalarim, ukalarim, singillarim, amakilarim, qarindoshlarim, kursdoshlarim, qo'shnilarim Toshkentdagi va Qarnoqdagi, Qarnoqli hamqishloqlar hammalaringga podpисчиklarim hammalaringga mana shunaqa kelib, mana shunaqa Ka'baga qarab namoz o'qish nasib qilsin. Yaxshi niyat qilinglar, hammasi bu albatta bu ijobat bo'ladi. Hammasi niyatda.